Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, mana Damaslarimizni ham tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, holati 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz, kraskasi top-toza. Mana mashinamizga qilingan narsalar 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan, metan gazlar qo'yilgan. Mana shu yerda bir fitnos bor, vakuum bo'lgan joy bor mashinamizda. Salon qismlari 45 ming kilometr bosgan. Orqa qismlari mana tushirib ko'rsating polni. Atida. Mashinamiz tayyor mashina, hech qanday xarajati yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Mashinamiz arzon narxda qo'yapmiz buni. Hech qayerda bunaqa narxlarda topolmaysizlar. Narxiga kelsak, narxini 68 million so'm pul qilib beramiz, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Kimda-kim mashinasiz, arendaga mashina minib yurgan akalarimiz uchun mana qo'yapmiz. Bosh to'lovsiz 1 so'm to'lov yo'q 2022-yil. Mashinamizda praskasi yo'q. Bemalol shuni olib taksichilikka chiqib ketaverasiz, so'raganlarga bemalol ro'zg'orlaringizni kechirasiz. Bitta pasport olib kelsangiz, shu mashinamizni polni nomlaringizni o'tkazib, nomergacha to'qib beramiz. Oylik to'lov kelsak, oylik to'lov arzon narxda chiqadi, 2 700 ming so'mdan chiqadi. Bemalol keling, tayyor mashina, motor, korobka, ходовой, zadnos hamma joyi mashinamizni ideal holatda turibdi. Pastdan ularni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol.